To'la Matiz'ni qaranglar, turibdi. Bitta o'chinglar, akustikalarni qaranglar mana buni. Bunaqasini ko'rganmisizlar subwooferni? Vashshe lekin katta ekan. Nima bu, aka? Tushuntirib bering endi buni. Aka, bu Matiz legendarniy hisoblanadi. O'zini kategoriyasida avtozvuk bo'yicha birinchi o'rin olgan. Yo'q, vashshe katta subwoofer ekan. Necha nominalli? Bu yerda 2,5 ming nominaldan ikkita turibdi. Faqat razmeri 18 dyum. O'zbekistonda yagona bo'lgan Teshka modelini, Pride Teshka modelini 18 dyum. Mashis Matizda turibdi aka. Rasporkani qarang, rasporkani. Aniq professional darajada qilingan. Hozir tayyorda bu, to'g'rimi? Hozir korpusni almashtirdik. Xudo xolasa bitadi. Mana nakleykalar polni o'zgartirildi. Hozir zubur yig'ilyapti. Bundan keyin post qilib o'zingiz bilan video qilamiz. Hozir tayyor bo'lgandan keyin primerna necha desibel beradi mana Matiz? Bu mashinada 155 plus bor. Yo'q, gap yo'q, lekin Matizda 155 desibel. Xudo xolasa tayyor bo'lsa, keyin bitta video olamiz. Bo'ldi. Ammosi yo'q. Egasini ham atmetga qilinglar. Bo'ldi. Kutinglar, egalarni atmetga qilinglar, xudo xolasa bitta video olamiz.